Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Maryam Shuhratovna. Bugun sizlar bilan olmoshlarni ko'rib chiqamiz. Shunchaki olmoshni o'zini emas, balki kimga yoki-da kimni degan ma'noda olmoshlarni ko'rib chiqamiz. Demak, olmoshlar bu o'zi nima desak, rus tilida bu местоимение bo'ladi. Местоимение. Ya'ni вместо имени degani. Bu nima degani? Ism o'rniga. Olmoshlarni biz ishlatamiz ismni, nomni o'rniga qo'yib. Demak, bu holatda gapimiz yanada qiziqarliroq bo'ladi. Misol uchun siz qandaydir matn gapiryapsiz yoki kimdir haqida gapiryapsiz va uni ismini takror har bir gapingizda gapirmaslik uchun ismni o'rniga olmosh qo'yib yuborishingiz mumkin. Misol uchun do'stingiz haqida gapiryapsiz-da, "Моего друга зовут Aziz" desak bo'ladi-da. Mening do'stimning ismi Aziz. Aziz очень хороший человек. Azizу 20 лет. Aziz работает на заводе. Deb faqat Aziz demaslik uchun biz ismni olmoshga o'zgartiramiz. Ya'ni ему 20 лет deb aytishingiz mumkin. Unga 20 yosh. Он работает на заводе. Aziz работает emas, on работает deb olmoshga o'zgartirishingiz mumkin. Demak, bu holatda gapimiz bizani to'liq предложениyalarimiz yanada qiziqarli va gрамотно eshitilishi boshlaydi. Shuning uchun olmoshlarni bilish juda ham muhim. Keling, hozir oddiy kishilik olmoshdan boshlaymiz va shu kishilik olmoshdan biz keyin kimga, kimni degan окончание, ya'ni shunaqa qo'shimchalarni chiqarishni o'rganamiz. Demak, oddiy kishilik olmosh bu личные местоимения. Bu oddiy originali я, men, ты, sen, on, ana. On bu o'g'il bolalar uchun mужской rodda u degani, ana esa u degani faqat женский rod uchun, ayollarga, qizlarga ishlatiladi. Мы biz, вы siz yoki sizlar, они esa ular degani. Demak, originalini eslab oldik. Endilikda shu birlikdan, ya'ni shu originalidan biz siz bilan kimni deyishni o'rganamiz. Demak, kimni deb so'ramoqchi bo'lsangiz, bu kavo degan savoliga javob beradi. Oddiy olmosh, kishilik olmosh, личное местоимение кто degan savoliga javob beradi. Кто? Я, ты, он, она, da? Endi kavo, kimni demoqchi bo'lsangiz, aynan shu originalidan biz hozir boshqa formaga o'tamiz. Demak, kimni bu ya o'zgaradi, kavo меня ga o'zgaradi. Ты, sen, tydan kimni deb o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, kavo, тебя, sani degani. Har biriga уже ni qo'shimchasi qo'yilyapti. Endi on aynan o'g'il bolalarga mужской rodini ishlatadigan bo'lsak, on qanday o'zgaradi? Kavo, kimni, uni deb o'g'il bolalarga gapirsak, его bo'ladi. Ana esa женский rod, kavo, ее bo'ladi. Demak, ее deb aytamiz. Keyingisi мы bu shunchaki biz. Endi bizni demoqchi bo'lsangiz, kavo nas bo'ladi. И вы bu siz degani, sizni demoqchi bo'lsangiz, kavo kimni, vas deb aytamiz. Albatta bularni yozib oling yodlash uchun. Oxirgisi они bu ular degani. Kimni demoqchi bo'lsangiz, ularni kavo их deb aytamiz. Demak, mana biz hozir kavo degan savoliga olmoshlar bilan meni, seni, uni, bizni, sizni, ularni deyishni o'rgandik. Endi xuddi shu kishilik olmoshni original shaklidan kimga degan turini ham ko'rib chiqamiz va oxirida misollar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, kimga bu kому deb aytamiz. Kому savoli, kimga. Va ya bu men, menga demoqchi bo'lsangiz, yani меня ga o'zgartiramiz. Demak, я, меня, kavo, меня deb aytamiz. Ты, sen, kimga, kому bo'lsa, тебе deb aytamiz. Тебе, kому, тебе. Дальше. Он bu мужской rod. Aynan faqatgina mужской rodga ishlatiladigan u degani. Demak, u
unga deb aytishimiz kerak. Mana ko'ryapsiz, o'zbek tilida ham o'zgaryapti. Xuddi shunaqa rus tilida ham. Kому, ему deb o'zgartiramiz. Mujskoy rodga faqat. Ему. Endi ana bu женский rodda u degani, kому, ей deb o'zgartiramiz. Ей. Va keyingisi мы bu biz, kimga, bizga, kому, nam bo'ladi. Demak, мы namga o'zgaradi. Keyingisi bu вы, siz yoki sizlar ko'plikda ham kelishi mumkin. Ga qo'shimchasini qo'yib sizga yoki sizlarga demoqchi bo'lsangiz, savolimiz kому bo'ladi va aytamiz вам. Вы vamga o'zgaradi. Va oxirgisi bu они, ular, kimga, ularga ga qo'shimchasi keldi. Kому, im deb aytamiz. Они imga o'zgardi. Demak, im deb aytishimiz kerak. Demak, menga, senga, unga, bizga, sizga yoki ularga deb aytmoqchi bo'lsangiz, aynan shu formadan foydalanasiz. Va o'zi bu qoidalar padejga tegishli, ya'ni kelishikka bilamiz, o'zbek tilida ham, rus tilida ham 6 ta padej bor. Kavo aynan birinchi ko'rib chiqqanimiz kavo, kimni? Bu винительный падежga tegishli. Oxirgi shu kому, kому, kimga deganimiz esa bu дательный падежga tegishli. Endi padejlarni agarda to'liq bilmasangiz, muammo emas, bemalol olmoshlarni shundoq yodlab, qo'shimchalar bilan, o'zbek tili bilan solishtirib ishlatishingiz mumkin. Juda ham qulay, o'zbek tiliga mos, bir-biriga yaqin. Misol uchun, agar hozir umuman boshqa tanimagan chet tildan o'rganganingizda rus tilini ancha qiyin bo'lgan bo'lardi. Bu yerda esa o'zbek tiliga juda ham bir-biriga mos-da. Shundoq chiqarasiz. Kimga? Manga, тебе, ga qo'shimcha o'zbek tilida ham bor. Shuning uchun bu yerda bizga ancha qulayroq. Endi keling siz bilan misollar bilan ko'rib chiqamiz, gaplar tuzamiz va yanada yaxshiroq bu olmoshlarni his qilamiz. Misollarimiz esa birinchi ko'rib chiqqanimizdan iborat bo'ladi. Ya'ni kavo degan savoliga biz olmoshlarni tuzlab chiqqan edik, to'g'irlab chiqdik. Oddiy original shakliga misollar kerak emas deb o'ylayman, chunki bu juda ham sodda, oson. Ya, ты, onana, men, sen, u, ularda. Keling endi meni, menga, seni, sengani aynan misollar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, boshida ko'rganimiz kavo, kimni, birinchisi bu ya, men, meni deb aytdik. Меня. Keling aytamiz. Meni tug'ilgan kunga taklif qilishdi. Меня пригласили на день рождения. Demak, meni пригласили, taklif qilishdi na день рождения, tug'ilgan kunga. Keyingisi ты, тебя. Seni dekanatga chaqirishdi. Тебя позвали в деканат. Demak, seni тебя chaqirishdi, позвали dekanatga va dekanat deb aytyapmiz. Keyingisi on o'g'il bolalarga nisbatan aynan faqat mujskoy rodga. U agarda kavo demoqchi bo'lsangiz, его deb aytamiz. Его похвалили, например. Uni maqtashdi. Pahvalili maqtashdi degani. Kimni maqtashdi? Uni maqtashdi. Mujskoy rodda его bo'ladi. Endi женский rodda ее, uni degani. Uni esa taqdirlashdi bo'lsa, ее nagradili, uni taqdirlashdi. Keyingi olmoshimiz bu мы edi. Мы bu biz, bizni desangiz нас, да? А теперь что можем сказать? Мы, demak, nasga o'zgaradi. Bizni urush berishdi deb maktab o'quvchilari aytishi mumkin-da. Bizni o'qituvchimiz urush berdilar. Nas поругали yoki nas поругал учитель deb aytishimiz mumkin. Kimni? Bizni, demak, nasga o'zgardi. Keyingisi вы, siz, sizni deb aytsak, вас bo'ladi. Sizni taklif qilishdi, misol uchun katta tadbirga. Вас пригласили на большое мероприятие. Кого пригласили? Kimni taklif qilishdi? Вас, sizni. Va oxirgisi bu они, ular, ularni bo'lsa, их. Ularni darsdan chiqarib yuborishdi. Их выгнали с урока. Кого выгнали? Их выгнали. Kimni chiqarib yuborishdi? Ularni их bo'lib o'zgardi. Endi kому savoliga javob beradigan olmoshlarimizga misollar keltiramiz. Demak, ya bu men,
menga bo'lsa kому мне bo'lyapti-da. Kimga? Мне. Например, bu yerda yoshni ham ishlatsak bo'ladi. Har doim yoshni aytganda aynan shu kому дательный падежni olmoshlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Menga deb yoshingizni aytishingiz mumkin. Menga 25 yosh, menga 40 yosh demoqchi bo'lsangiz, har doim aynan shu kому degan olmoshlariga javob beramiz. Мне 25 лет yoki-da тебе 30 лет, senga 30 yosh deb aytishimiz mumkin. Kimga? Тебе. Endi mujskoy rodda on, u, unga bo'lsa ему bo'ladi. Unga посылка keldi, unga qandaydir jo'natma yuborishdi-da. Ему пришла посылка. Kimga keldi? Ему, unga keldi. Bu mujskoy rodda. Endi qiz bolaga nisbatan ей. Ей unga gul sovg'a qilishdi. Ей подарили цветы. Kimga sovg'a qilishdi? Ей подарили, unga sovg'a qilishdi deb aytyapmiz. Bizga muzeyni ko'rsatishdi. Нам показали muzey deb aytishimiz mumkin. Kому показали? Kimga ko'rsatishdi? Нам показали. Keyingisi вы, siz bir odamga gapirsak bo'ladi yoki-da sizlar deb ko'plikda ham вам deb aytishimiz mumkin. Demak, вам подарили telefon. Sizga telefon sovg'a qilishdi. Kimga sovg'a qilishdi? Вам подарили. Sizga sovg'a qilishdi deb вы vamga o'zgardi. Va oxirgisi bu они kому degan savolda esa ular, ularga demoqchi bo'lsak, imga o'zgartiramiz. Demak, savol kому, kimga, ularga. Ularga dars o'tib berishdi. Kому провели урок? Им провели урок deb aytamiz. Им провели урок, ularga dars o'tib berishdi. Demak, ko'rganingizdek, har bir olmoshga misollar keltirib chiqdim, oddiy sodda gaplar bilan. Siz ham qo'lingizdan kelgancha bilgan so'zlaringiz bilan, xato bo'lsa ham, grammatikani unchalik yaxshi bilmasangiz ham, olmoshlarni uje bilasiz. Mana shu olmoshlarni to'g'ri shaklda qo'yib, har biriga misollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta o'qib chiqaman. Bu mavzuyimizning ikkinchi qismini chiqishni xohlasangiz, bizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka-paka.